Haqiqiy ismingiz, Haqiqiy ismim Hasan. familiyangiz. Familiyamni aytmay qo'yaveray. Ha, bo'pti. Yoshingiz. Yoshim 16 da. Nima Yaqinda sababdan tug'ilayotganim bilan. videolaringiz uchib ketdi? Sababi ko'p mehnat, sifatga e'tibor berish kerak va taslim bo'lmaslik kerak. Eng muhimi shular. Kanalni yangi ochganingizda birinchi videongiz uchib ketdimi? Yo'q, Nechta undayam videodan keyin menimcha uchib ketdi? men birinchi videoyim chiqarganimda u 100 ta prosmotr to'plamadi. Keyin men shu bilan tashlab qo'ydik biz. Yarim yildan keyin boshqatdan boshladim. Mana hammasi yaxshi bo'ldi. Ha. Oilada necha kishisiz? 6 kishi. Farzandlar nechta? Akangiz yoki opangiz bormi? Ha, bor. Husan bor, ukam, keyin 4 ta opcham bor. Oyiga YouTube'dan qancha topasiz? Tashqi reklama-yu monetizatsiyadan. Agar hammasini hisoblab chiqsa, unchalik ham ko'p emas. Monetizatsiyani o'zi zo'rg'a yaqinda yoqdik, hali to'liq ham emas. Reklama bo'lsa uncha ko'p reklamachilar ham yo'q. Videoning ikkinchi qismi kanalda 6000 ta bo'lishimiz bilanoq chiqadi.